qarindoshlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərni qısmən qarşı alırız. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məsulı düşənbə günü Xitay virusunun kelib chiqishiga aloqador sonliq ma'lumot va uchurlar to'g'risida samimiy bo'lish kerak dedi. Tedros Adhanom Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatının 2005 yildagi xalqaro sog'lomlik nizomidagi belgilanma yoki majburiyatlarning joyida o'rindalmaganligi uchun bu qitimliq Xitoy virusi tarqalish jarayonida nurg'un mag'lubiyatlarning yuz berganligini aytdi. Tedros Janvardagi muxbirlarni kutib olish yig'inida biz bu viruslarning manbasini bilmaguncha voz kechmasligimiz kerak. Texmo inchiklab tekshirishimiz kerak, chunki biz kelgusidagi krizislarni texmo yaxshi bartaraf qilish uchun bu qitim yuz bergan ishlardan saboq kelishimiz kerak dedi. Hindiston va O'rta Osiyo davlatlari tinchlik, muqimlikni izlaydi. Hindiston Tashqi ishlar ministri Jayshankar yakshanba kundagi majlisda Hindiston va O'rta Osiyo davlatlarining Afg'onistonda o'rtaq andishasi va nishoni borligini aytdi. Hamda haqiqiy sig'dirishchan va vakil xarakterli hukumat, terrorlik va zaharlik chekimlik atkazchiligiga qarshi turish, to'solg'usiz insonparvarlik yordamiga kafolatlik qilish, ayollar va bolalar, shundoqla osonliqlarning huquqini qo'g'dashdan iborat o'rtaq nishonni o'ttirg'a qo'ydi. Jayshankar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistondan kelib, yangi Dehlida Hindiston O'rta Osiyo suhbatiga qatnashgan kasbdoshlarga hammamizning Afg'oniston bilan cho'nqur yildiz tortgan tarixiy va kultura aloqamiz bor. Biz cho'qim Afg'oniston xalqiga yordam qilishning yo'llarini tepishimiz kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Salih Xudoyor Əfəndi bununla inkas qaytarıb, Afğanistanның bexatarlik məsələsindən başqa O'rta Osiyo və Hindistanның egilik huquqi, muqimligiga texmi cho'ng ta'sir qilgan o'rtaq bexatarlik tahdidi bor. Men bu suhbatning yana Xitoyning Hindiston va O'rta Osiyoga tajovuz qilishiga qarshi turishni markaz qilgan bo'lishini umid qilaman dedi. Xitoyning Hong Kongdagi saylamga yo'lsiz holda qo'l tiqishiga qarata birlashma bayonot. Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya va Angliya tashqi ishlar ministrlari shundoqla Amerika davlat ishlari kotibi Hong Kongdagi qonun chiqarish kengashi saylamining natijasini tilga olib, Hong Kongning saylam tuzumidagi demokratik omillarning yimirilishiga bo'lgan andishasini bildirib, birlashma bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Hong Kongning huquqi, erkinligi va yuqori darajadagi avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilgan harakatlar Hong Kong andishasining muvaffaqiyat qozonishidek o'rtaq orzusimizga tahdid elib kelyotidi. Hong Kong Xitoyga qaytarib berilgandan buyon o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagi kandidatlar Hong Kongda saylamga qatnashgan edi. Tunugungi saylam bu yuzlanishni o'zgartdi. Bu yilning 5-ida yo'lga qo'yilgan Hong Kongning saylam tuzumiga o'zgartish kirgizishdan keyin bevosita saylanadigan o'rin sonini azaytib, bilet tashlash qog'ozidagi kandidatlarning sonini qattiq cheklaydigan yangi tekshirish jarayonini o'rnatdi. Bu o'zgarishlar siyosiy o'qituvchilarni asosan degidek yo'qotdi. Shuning bilan bir vaqtda shahardagi nurg'unlagan o'qituvchi siyosiyonlar bo'libmi, NSL 47ning a'zolarining ko'pinchisi turmada yotadi. Boshqalar chet elda surgunda. Fuqarolar jamiyatida his qilinayotgan so'z erkinligi va yig'ilish erkinligiga bo'lgan cheklovlarning kun sayin kuchayayotganligi bizni ansiratmoqda. Hukumatning kun tartibini qo'llamaydigan ommaviy tashkilotlar, ishchilar uyushmalari va kishilik huquq tashkilotlari tarqalishga yoki taqilishga majbur bo'ldi. Shundaqla axborot erkinligiga bo'lgan cheklama tez suratda oshmoqda. O'xshamagan ko'z qarashlarga fursat berish Hong Kongning muqimligi va gullanishiga kafolatlik qilishning eng unumli usuli. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy-Angliya birlashma xitobnomasiga kafolatga ega qilishni talab qilinadigan huquqlarni o'z ichiga olgan Hong Kongdagi huquqlangan huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilishdagi xalqaroliq majburiyati bo'yicha harakat qilishni talab qilamiz. Turkiyaning Çanakkale urushida harbiy qismga yangidan askarlar keladi. Sirri Efendi ismli bir yüzbaşı askarlarni ko'zdan kechirayotganda chechining bir tutamig'i xina qo'yilgan bir askarni ko'rdi va "O'g'il bolami xina qo'yamdi" deb chaqchaq qiladi. Askar "Men bu yerga kelishdan ilgari onam xina qo'ygan, sababini bilmayman" deb javob berdi. Qo'mondonning talabiga binoan u onasidan chechigan nima uchun xina qo'yganligini so'raydi. Onasi maktubda shundoq deb yozadi: "Ey ko'z nurimasan, İçimde yalqında kiyinayotgan vatan muhabisi turib, biz kentimizde rahat o'tira olamdik. Sen ajdodlaringdan, dadangdan kam emas. Men sening onang,
bizni Allah yaratdi. Vatan cho'ng qildi. Allah vatan uchun bizni oziqlantirdi. Sen bu ailening tanlangan qurboni. Hasanim, amaldorlaringga ayt. Bizning kennatda qurbonlik qilinadigan qo'ylarga xina qo'yiladi. Men seni avlodlarimning orasidan vatan uchun qurbonlik qilishga atadim. Shunga chechinga xina qo'ydim. Alakmulla, Allah seni İsmail payg'ambarning yo'lidan ayirmasin. Farishtalar seni hozirdan boshlab rahmat bilan eslaydi. Anang Xadichadan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizdan ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.